Demak, saytga kirish uchun mana bu ssilkaga e'tibor beramiz. Hozir videoning tagida ham ssilkani joylab o'taman. Demak, birinchi kirib olamiz tizimga. OneID orqali kiriladi. OneIDni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu yerda chiqadi. Hozir mana menda o'sha profilimga kirdi, chunki men avval kirganim uchun hozir bemalol kirib ketdi. Demak, bu yerda 4 ta modul bor. 4 ta modul. Har bir modul o'zini vaqtiga ega bo'ladi. Masalan, birinchi modul 10 minut, jami 20 ta dars. Ikkinchi modul 10 minut, 13 ta dars. Uchinchi modul 15 minut, 10 ta dars va to'rtinchi modulimiz 20 minut, 8 ta darsdan iborat bo'ladi. Har bir modulni tugatgandan keyin bu joyda test beriladi. O'sha oxirida videolar tagida, masalan, hozir mana ko'rib chiqamiz. Birinchi modulni oladigan bo'lsak, bu yerdan boshlashni bosamiz. Hozir boshlayni bosasizlar, keyin eng oxirida test chiqadi. Mana men ishlab bo'lganim uchun menimcha mana chiqdi. Mana menda o'sha 100% bo'lgan. Oxirida mana test berilgan. O'sha testni bajarish kerak. Birinchi, ikkinchi modullar jami 6 tadan test beriladi. Uchinchi, to'rtinchilarda 7 tadan va oxirgi yakuniy modulni tugatgandan keyin 12 talik test beriladi. O'sha yerda o'zi yozib qo'yadi, nechtadan nechta topsa o'tgan hisoblanadi. Va bu joyda e'tibor berishimiz kerak. Minimal talabni bajarib qo'yishimiz kerak. Keyin videoni tezroq o'tkazish uchun mana yerda speed joyidan, ya'ni tezlik joyidan 2x qo'yadigan bo'lsak, videomiz tezroq o'tib ketadi. Va bu orqali videoni tezlashtirish orqali darslarni tezroq tugatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'p, endi barcha kursni tugatib bo'lganimizdan so'ng uzog'i 5 minutlarda sertifikatimiz chiqadi. Shoshilmaymiz. Sertifikatimiz 5 minutlarda chiqadi. Undan keyin uni yuklab olsak bo'ladi. Xo'p, xullas shunday. Mana bu boshida chiqadi. O'sha yerdan yuklab olsalaringiz bo'ladi. Mana xuddi mana shunday. Hamma e'tibor bergan bo'lsa, profilim degan joyda mana 4 ta modul bajarganman, 100% bajarganman va mana yerda sertifikatim ko'rsatib o'tilgan.